Buxoro shahar Abdurahmon Jomiy ko'chasi bo'ylab harakatlanayotgan 21 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomashina to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechiriladi. Tekshiruv jarayonida haydovchining avtomashinasidan jigar rangli o'tkir hidli giyohvand vositasiga o'xshash modda topilib, xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur modda kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, sof og'irligi 9,78 grammni tashkil etuvchi jigar rangli o'tkir hidli qattiq holatdagi tarkibida faol giyohvand modda mavjud bo'lgan gashish ekanligi aniqlangan. Ushbu vosita fuqaro tomonidan uni sotish maqsadida qonunga xilof ravishda saqlab kelinayotganligi ma'lum bo'lgan. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida olingan tezkor ma'lumotlar asosida Shofirkon tumani Mingchinor mahallasida joylashgan fermer xo'jaligiga qarashli dala shiyponi va ekin maydonlari ko'zdan kechirildi. Ko'rik jarayonida dala shiypon ichki qismidagi shkafda turgan shisha idishda, shuningdek ko'rpacha tagiga yashirilgan holda qog'oz o'ramlarga o'ralgan quritilgan yashil rangli o'tkir hidli giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar saqlanayotganligi aniqlanib, xolislar ishtirokida belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Olib borilgan ekspertiza natijalariga ko'ra, topilgan moddalar Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xulosasiga asosan qariyb 11 grammni tashkil etuvchi marixuana giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Ikkinchi holat yuzasidan esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan ham jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davom ettirilmoqda.